O'g'lim ham keldi. O'g'ling shu yerdami? Qalaysan? Krish, kel, yonimga o'tir. Menga yordam berasan. Ha, kel qani. Lebron o'z o'g'li bilan o'ynayotganini ko'rdingmi? Nima deysan? Sen ham o'z otang bilan bir maydonda Ha, o'ynaysanmi? ko'rdim. Inshaalloh. Nima? Umid qilaman. Tushum. Umid qilaman dedi. Umid qilaman? Ha, bo'ldi. U 7 ta savol beradi. Biz aytilgan gaplar kimga tegishli ekanligini topishimiz kerak. U 7 tadan 4 tasini to'g'ri topdi. 7 tadan 4 tasini topdim. Birinchi savol kichik Ronaldoga atalgan. Kamchiliklarim bor, lekin yutqizishni yoki boy berishni istamaydigan professionalman. Dada, menimcha bu gaplarni siz aytgansiz. Jordan aytgan bo'lishi ham mumkin. Umuman tushunmayapman. Menimcha Jordan yoki boshqami? Menimcha bu yoki men aytganmanmi? Shunchaki eslang, bu gaplarni o'zingiz aytganmisiz? Qayerdan bilay, men ko'p joyda gapirganman.